Vizantiya imperatori Diojen to'plagan 200 ming qo'shin ichida nemislar, gurjilar, bulg'orlar va yana necha minglagan xristian askarlari bor edi. Diojen avvaliga Arzinjonga armanilar bilan ko'rishishga keldi. Salom Rimning asl avlodlari. Xush kelding buyuk imperatorimiz. Buni eshiting. Tog'lariga qadar chekinishingizni talab qiladi. Rostdanmi? Juda qo'rqib ketdim. Tezroq qoching deylarim. Turklar qo'rquvdan qochishga joy qidirishmoqda. Tianshan tog'lariga qadar quvalaymiz shekilli. Afandim, bular kim? Barbar turklarga o'xshashyapti. Og'zingni yum, eshitib qolishadi. Ular ham turk, ammo musulmon emas. Eng kam ish haqqi evaziga bizga qo'shilishdi ahmoqlar. Xavotirlanma. Tez orada turklar ko'rishga intilayotgan qora dengiz men bo'laman. Bu paytga kelib sulton Alp Arslan butun Saljuqiy qo'shini bilan buyuk jangga tayyorlanmoqda edi. Xush kelding Afshinbey. Hech ham xush kelmadim sultonim. Anatoliyada ko'rganim Vizantiya qo'shini nari berisi 200 ming kishi. Nimalar deyapsan Afshinbey? Qayerdan buncha askar oldi? Pullari ko'pligidan askar sotib olishganmi deyman. Sening askarlaringni ham qo'shib hisoblasak nari berisi 50 ming kishimiz axir. Endi nima qilamiz sultonim? Yo g'oziy bo'lib Anatoliya jannatiga kiramiz yoki shahid bo'lib oxirat jannatiga. Sizlarga yana nima kerak? Vatanimiz uchun har yerga borishga hozirmiz sultonim. Harbiy mashvarat tugagandan so'ng sulton Alp Arslan boshchiligidagi 50 ming kishi Malazgirt shahri tomon yo'l olishdi. Ular o'z o'limlarini bo'ynilariga olib ketayotgan haqiqiy yigitlar edi va nihoyat Malazgirt shahrida ikki imperator uchrashdi. Voy, kelasan deb o'ylamagandim. Keldim. Ol, senga paxlava keltirdim. Baklavaki, paxlava. Ertaga sizlarni yo'q qilamiz. Oho, ishtahalaring karnayku kuyov bola. Unaqa bo'lsa biz sizlarni Venagacha quvlashga keldik. Alp Arslan, bitta turk askariga qarshi eng kami 4 ta vizantiyalik askarim bor. Mayli, senga shirin tushlar tilayman Ramo. Faqat unutma, bitta turk butun dunyoni egallashi mumkin. Keta qol, qo'rqoq. O'zim ham biroz dam ola qolay. To'xta, kim bor u yerda? O'sha kuni kechasi Saljuqiy qo'shinlari kuchlarini biroz tenglashtirish uchun Vizantiyaliklarning qarorgohiga tunda hujumga o'tishdi. Shundan so'ng sulton Alp Arslan ertangi bo'ladigan buyuk jang uchun tayyorgarligini boshladi.